Bu o'g'ling o'ylantiraman deyaptimi seni? Yo'q-da, o'zi 3 marta o'ylanir. Bir og'iz so'ramaydi iflos. Yoki yurak yutib o'zim so'rasammi? Ya, o'zi bilish kerak-da o'g'il, ana. Kim edi bu iflos? Kim bu jo'ra? Kim bu? Nima ko'rakamdasa? Havliqma, o'zingni o'g'ling. Ya, o'zimni o'g'limmi bu? Nima qilyapsiz? Tutdi daraxtni, nima qilyapsiz? Davcha tergan chiquvdi. Tut daraxtdan davcha terdingmi sen? Ajrat, qo'y, ajrat. Mana, o'nnamni ko'rib ko'ksulta olib keldim. Ko'ksultagim kelmayapti, qulupnay yeyman. Qulupnay? Mana qulupnay olib keldim. Endi ko'ngling joyiga tushdimi? Yo'q, endi qulupnay yemayman, davcha yegim kelyapti. Sen meni ahmoqlabsanmi? Bilmayman, davchada olib berasiz. Yo'q, xotin quli. Bu yoqda. Dabay ota, Xotinchangga tosh yopsanmi yana? Nima u? bu o'zimizni yurtim brendiga tegishli ichimlik. Buni olchaligi bor, dovutchaligi bor, maxitosi ham bor. Ta'mi juda ham zo'r. Yoshligida eslatadi ota. Zo'r ekan, qani ichimlikni ber qani? Buni uyga yetib o'zim ichmoqchi edim ota. Ber qani, bitta yoshligida eslaylik qani, toza panglab ketdik-ku. Yaxshi narsa ekan lekin, ha? Bozam uchta olgan ekanman mana. Mazza ekan. Bo'ldimi, qutuldimmi? Endi revoch yegim kelyapti.